Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ini Batur. Avtori Ziyo Samadi. 14-bob. Davomi. 6 otliq kishi otlanish oldida qisqa majlis qilgandek, ikki josusni oraga ilib, xila uchuqlashdi. Senlarni imomg'imi aparmayman. Tov o'qitib, Qur'on tutqizmayman. O'g'il boladek va'da bersang bo'ldi, dedi G'ini. Agar va'dimizda turmasak, o'zimizni emas, bola chaqimizni qirib etsangmi armon yo'q, deb ko'ksiga urdi tiyib. Manabxonmu uningdan ortiq va'dalarni qildi. Amdi bizga xalqqa xizmat qilsizlar, dilimiz, imonimiz bilan, dedi tiyib. Sening orqangdan yurimiz g'aynam. Qayta qasam ichdi Manabxon. G'ini tiyib tatayga qaraganda Manabxonga ko'proq ishongandek bo'ldi. Ular taqqa yaqin mahallaga yetib kelishdi. Do'ngdan tushsila Ulastayga kirdi. G'ini nimanidir tingishgandek shingtiyib turdi-da, "Anglayotamsizlar?" deb so'radi. "Nimani?" "Qoshning chaqirishini." "Qoshni rosa kinapsanda, G'inika." "Kinamaychu, ustixonlarim qosh suvida qotgan bo'lsa, yo'q demasanglar, o'zimiznimi, otlarnimi chumildirib kelmaymizmi, ha? Chazg'a hujum qilamizmi yoki chumilib o'ynaymizmi?" dedi chaqchaq aralash Yusuf. "Ikkilisiga ulgurimiz. Anglanglar, qoshdan kuchlik shovqinini." Husan, Nuraxunlar Yusufning so'zini quvvatlashdi. G'ini ularning so'zini yermidi. 6 otliq mahallaning chetiga kirganda Mazin Axunning bomdod namoziga musulmon bandalarni chaqirgan azon ovozi anglandi. Xila yillardan buyon azon anglamagan G'iniga Mazin Axunning bom ovozi ta'sir qildi. Atmalim azonning oxirgi misralarini "Assalomu xayrun minnas" ichida takrorladi-da, duo takbir o'qidi. Zo'rur ishqa mangmaganda idi. Itini masjid oldiga bog'lab qo'yib, jamoat bilan birlikda imomga iqtido qilib, bomdod namozini o'qatdi-da. "Muni ko'chani aylansaqla chozig'i yetimiz", deb itini to'xtatdi. Yo'l boshlab kelayotgan Yusuf. Dastlabki maslahat bo'yicha Manabxon chozi boshlig'i Vang Binga G'inining Ulastay yaylig'ida ovulchilab yurganligini xabar qiladi. Bu xabarni anglagan Vang Bin albatta o'zi yoki 2-3 chirikni Manabxonga qo'shib G'inini tutishga avatidi. Ular otlanib chiqib ketgandan keyin G'inilar choziga bostirib kirmoqchi bo'lgan. Lekin bu planni bakmu oddiy, qandaqdir nomardlik, qo'rqinchoqlik hisoblagan G'ini "To'rt tok latxay chirikning ustiga bostirib kirib, kanaylardan so'rab chiqolmasak, nima deb qurol ko'tarib yurimiz?" deb boshdagi maslahatni rad qilgan edi. Hozir uning deginicha choziga yaqin kelishdi. G'ini, Husan, Nuraxun, Tiyib to'ti chozning ancha egiz bo'lmagan tomlarining daldisiga o'tishdi-da, tomdan ortilib tushishga tayyor turishdi. Manabxon bilan Yusuf chozining kuzatchi turadigan oldi eshigi tarafga qarab mangishdi. "Kim bu? To'xta!" degan chirikning ovozi anglandi. "Man, o'zimiz", dedi xitoychilab Manabxon va yaqin berib parolni aytdi. Chirik tanlagan miltiqni mursiga oldi. O'z kishisi Manabxonni to'nib, "Vangsojang bormi?" "Bor, uxlayotidi. Atiganlikka kel. Hozir yo'liqmasam bo'lmaydi. Cho'ng zivoza G'ini." "Ayni?" cho'chib ketdi. G'inidan xabar bor chirik va eshikni ochmoq bo'lib kayniga burilishiga bo'yniga sirtmoq silindi va Yusufning pichig'i yuragiga sanchildi. Dal shu on "Yo, buvam sodir madad bergaysan", deb tomdan ortilib g'o'yliga sakradi G'ini. Uni agishib yo'ldoshlari sakrashdi. G'inining bu ulug'vor nomini tilga ilib na tortqini birinchi qitim sodir nomi bilan vujudi kuch g'ayratga to'lgandek 2-3 sakrab chiriklar yotig'iga bordi-da, eshikni mo'jig'i bilanla yulib ilib, piqirtib tashlab ichkari kirdi. Chilay, ayni Layla!" deb vaqirdi. Zakilab qo'ygandek yoz bo'lsimi, qilin yo'tqanlarga o'rinib yetishgan 4 chirik surlik surandin cho'chib mangdab boshlarini ko'tarishdi-yu,
yulib tashlangan eshik bo'shlig'idan cho'chaklardagi devasimon zo'r odamning g'adiyib turganligini ko'rib, yo'tqan ichiga boshlarini tiqishdi. Chilay, ayni zivoza Layla, takrorladi G'ini va tosh paqalardek boshlarini yo'shirishgan to'rt maxluqning qiliqlariga kulvatdi. Ungacha Ваң Сожаны ялаң iştini bilanla haydab, G'inining oldiga dum yotqizdi Yusuf Aqbash. Palvonning ishorasi bilan piliga tushirilgan osma lampani yoritdi. Husan va Nuraxun ikkisi terakda turgan 6 miltiq va o'qtallarni saramjonlashtirdi. Tingirqab qolding ha G'inika, so'radi Yusuf. Muno o'shkilardek yili so'ydi deb titrab yetishgan 4 maxluqni nima qilsak deyman ha? Jahannamga yo'llaymiz-da. Yo'q, dedi keskin ravishda G'ini. Bular tayinliq xurja dehqon bolalari bo'lishi kerak. Qarshilik ko'rsatmadi. Mushundaq yotqinicha o'rniga o'z qilib yetiverishsin. Uning so'ziga hamma qaqaqlab kulishdi. Munosini, dedi burniga ega bo'lolmay g'alildab titrab, beshini sangiltib turgan soqchi amaldorni ko'rsatib G'ini. Yo'lliq uchun chekisdan is chiqarsak sabab bo'lar. Bu xunsida yuzlagan qarindoshlarimizning qon qarzi bor. Rostidan g'aynam, rost, haq so'z. G'ini Yusufning qo'lidagi Ваң Бенning yog'och qopliq mavzurini oldi. Batildi mavzurining musonini Ваң Бенning peshonasiga qaratdi. Tepkini besivatdi. Havo gumbizi jaranglab ketdi. Maznaxunning bomdod namoziga undigan azon chaqirig'iga bo'lishib degidekla etilgan o'q ovozi yeza xalqini o'qtivatdi. Bu o'q sadosi kurash chaqirig'i qo'zg'alon xabarchisidek Ili vodisini bo'ylab sahar salkini bilan yiroq-yiroqlarga ketdi. Atisla beri o'nga qo'shilib, bara-bara yo'g'irib, G'inining qaysarligi g'uljiga yetdi. Dardman xalq yenik nafas ilishib, umid yulduzlari yo'rg'andek bo'ldi. Ili viloyatini ikkiga, shimoliy va janubiy qismlarga bo'lib turgan Jo'ng'ar Ala tig'ining bir uchi Qozog'istonda. Bu tog'ning Ili tabasidagi qismida necha putoqlar Dashigur, Talka, Achal, Ulastay, Nilqa, Kunas, Yulduz va Avral deb ataladigan tog' tizimlari bor. Bu putoqcha tog'lar abu havosi, keng yayloqlari, go'zal manzara va tabiiy boyliqlari bilan mashhur. Shuning uchun bo'lsa kerak, Xitoylar elini Shinjongning Xangjusi deb atashidi. Atalmış tog' tizimlarining ichida Ulastay tig'ida odam kirib ketsa topmoq tas, qo'yuq to'qayliqlar, biridan ikkinchisiga o'lishib ketadigan jiro o'nkirlar bor. Bu o'nkirlardan tabiiy istikam o'rnida foydalanishga intayin qulaylik. Ulastay g'oli ichiga kiradigan qopqasimon tor qistonning ustiga chiqib olgan birla kishi 50 odamga yo'l bermasligi mumkin. Mushu tabiiy aloyidligi tufayli Ulastay g'oli qurolliq qo'zg'olonchilarning istehkom qo'rg'ini va dastlabki harakat shtabi bo'lgan. Bugun 6 qaysar Jug'ijam Yiroq yaqinga maxsus topshiriqlar bilan ketishganlar qaytib kelishdi. Hammasi birlikda G'inini kutishmoqda. G'inining xabarini hammadan avval anglagan Akbar qozoq yigiti Qadinas do'sti Tamirning qayerda ekanligini surishta qilib, xili Uyg'ur yezilari va Aul qishloqlarni hatto Qosh Qorabog'gacha berib, oxiri Ulastay tig'i tarafga bat olganligini aniqlab keldi. Akbar o'zi tunugundan beri g'o'l eg'izidagi qisong ustiga chiqib kuzatib yetibdi. Yiroqdan ko'zga chiliqqan har bir qarini ko'rganda yuragi o'ynab olg'a qarab intilatdi-da, ko'ringan narsa odam emas, ong yoki to'pdan ayrilib qolgan ot bo'lmasa kala ekanligini bayqab lossida bo'lib qolatdi. Akbar G'inini sig'ingan, uning bilan didorlashishni, quchoqlashib bir-birini dast ko'tarib, avaylab yerga qo'yishni, ondin otlarini sinashgandek bir manzil choptirib beqishni, egiz do'ngning ustiga chiqib, otlarni qaychilashtirib qo'yib, o'zlari ko'k cho'p ustiga yonboshlab yetib, sirdishishni kinigan. Kechda bo'lsa, ko'ngil tortgan ovulga berib, o'tov o'ttirsidagi 3 putliqda yiqilgan xushpuroq archa qarag'ay shoxlarining terisildab ko'yishiga
va qozonning piltiqlab qaynashiga tankash do'mbirachi yigitning yiqimliq kuyiga jertishini, kelinchaklarning baslashib, o'lan aytishlarini G'ini bilan birlikda anglashni sig'ingan. Bular emas. G'ini ikkisi Uyg'ur bog'larida, sayligohlarida, o'yin kulgilik to'y ma'rakalarida billa o'ynab ko'ngil etishqangu. Bu qitimqi uchrashish boshqacha. Uzun judolikdan keyingi xushalliq uchrashish. Ular amdi qo'lni qo'lga tutishib, ulug' maqsadlar uchun kurash qiladi. Yonma-yon turib jang maydoniga kiradi. U G'ini bilan bo'lsa, hech narsadan qo'rqmaydi. G'aldanchu, u qayerlarda yurdikin? U uchimiz yana birlashsak-a? Ko'z yetkidek do'ng ustiga odamning qarisi, avval beshi, gavdisi, andin otliq odam ochiq ko'rinishga boshladi. Uning keynidan yana biri, ikkinchisi. G'aynom! Vaqiravatdi Akbar. Uning ovozi qiya toshqa urilib, g'o'l ichi jaranglab ketdi. G'aynom! Takrorladi Akbar. Burkut ko'zlik tog' yigiti xatolashmadi. Do'ng ustida paydo bo'lgan 4 otliqning ichida Batur Abdalik G'ini bor edi. Akbar Muzifang miltig'ini osmonga qaratib, tepkisini besivatdi-da, pastga qarab uchqandek yugurdi. G'inining kelishini xabarlab, Chajang o'rnida etilgan o'q sadosidan To'qayliqda ovlangan uchar qush, jonivorlar o'rinlaridan qo'zg'alib, tog' kaptarlari bo'lsa, urkib osmonga ko'tarilishdi. Akbar hashpash degicha pastga tushdi-da, yava yong'oqqa bog'lab qo'yilgan chapdarni mindi va G'ini ko'ringan do'ngga qarab choptirdi. O'nkur og'zidagi qo'l bilan tikib qo'ygandekla qator o'sgan uchtub qarg'ayning soyasiga oq dasturxon yeyilib, taomlar tizilibdi. Tog' yeri bo'lsa-mu, munchilik taraddudning bo'lishi aqida, hurmat belgisi edi. Fatih boshqalarga nisbatan yeshining cho'ngligi va salobatiga ko'ra oq javurdagi qimizni oldirmay so'rib o'ltirdi. Uning qo'l qanotlari 4 yosh yigit, birisi 3 putliqda go'sht qaynatib, birisi yapaloq toshlardan kavobdan yasab, qolgan ikkisi suzuk buloq suyini to'shib, o'tin keslamoqda. Hammasi qunoq. Ana ular, dedi suv ko'tirib kelayotgan yigit. Ohoy, G'ini deganing shu bo'lsa, basti bor ekanda. U nimanidir eslagandek, chilakni yerga qo'yib, o'nkir ichiga yugurib kirib ketdi. Ungacha g'o'l og'zidan kirgan 5 otliq yiqilishib, 300 qadamcha oraliq qolganda otlaridan tushib piyoda mengishdi. Fatih boshliq yigitlar ularning oldiga qarab mengishdi. Dal shu on pilimutdek o'q ovozi tortildab ketdi. Kelayotganlar, ularga qarshi kelayotganlar hang-tang bo'lishib, dastagan yerlarda turib qilishdi. Avtomatdan itilgan bir diska o'q G'inining 1 metrcha oldida to'pchon ko'tardi-yu, lekin G'ini pisang qilmay olg'a chamda verdi. Ahmoq, bu nim qilg'ining? Kaydi o'q otquchiga Fatih. Maqtagan Baturoni sinab ko'rdim. Keyniga dojimidi, o'g'il bola ekan, dedi egiz bo'y, qarmataq yigit. Zambirak atsangmo tavrimaydi, bekor avara bo'psan, dedi Akbar hammani kuldirib. Ikki taraf 5 qadamcha qolganda o'qdek etilishib, giralishib ketishdi. Amdi G'inam, sana go'mindonchilar 6 o'g'ri deb nom qo'ygan yigitlarimni tunishtiray, dedi Fatih. Taomlar yeyilib, qong'ucha qimiz ichilgandan keyin, yaxshi gap, tunishayli. Muno sana qartib o'q atgan egiz bo'y tentak Rafiq. Bu yigitning, dedi Fatihning so'zini bo'lgan G'ini. Yutib ketsa o'ng'ay tepiladigan. Qaranglar, osti kalpugining bir cheti qo'g'ishin qo'ygandek salvarab turibdi. G'inining o'qitishig'a shundoq kulmak bo'ldiki, hatto Rafiq o'zimo dimini ichiga tortib, yiqildab ketdi. Muno jug'i kichik bo'lg'ini bilan yurgi cho'ng, Osman deganimiz, deb tunishtirdi kulka beslagandan keyin Fatih. Va buning tizginini tortib turmasang, osonlikcha bo'yin bermaydi. Iyiqlar uchakka kirgandek o'nkirda beqsib yetaverishdan bizor bo'ldim, dedi Osman ismli yigit qo'llarini shiltib. Oldirma,
uxlashqimi ulgurolmaydigan vaqtlari yiroq emas, dedi-de, qarshisida un qatmay o'ltirgan bug'doy o'ng, qara qosh, hammadan yosh yigitga qarab, munosi tavsang tavrimas, ammo ishqi puxta, og'zi mahkam, eng yaxshi marginimiz Nurum. O'qingni sanab ber, dushmanini sanab ol, deydiganlarning biri ekan-da. G'inining so'ziga yana kulishmak bo'ldi. Uning bastiga yarasha dilkashligi, yuqumligini biror soat ichidala yangi jiliklar qalbidan o'rin ilishga boshladi. 5 o'qning 3'ini balonxo'y tekküzalayman, dedi o'z navbatida kamtar yigit Nurum. Muno so'qibosh ko'k ko'zning iti ho'shur. Munolar o'xshash dehqon bolasi. Kichigidan kesak qo'yib, o'stang chepib, alvang yasoqning dardini tortganlarning birisi. Topshirgan ishning huddisidan chiqalaydi, deb chetda o'ltirgan qizil yuz yigitni ko'rsatdi. Amdi, dedi qimizdan 2-3 yutib Fatih. Muno qara ko'zlarni tunishtirmsammi bular? Sening ujur-bujuringni Akbardan uqdiq. Men kelgicha hisob cho'timni qilib bo'psizlar-da. Bu meni hargiz yomon demaydi. Shundoq, g'ini, shundoq. Seni intizorlik bilan kutdik. Kelgining bizga qo'shilganing yaxshi bo'ldi. Shu topda 90'imiz to'lgandek, kuch-quvvatimiz nechasi oshgandek bir xush kayfiyatda o'ltiribdimiz. Yolg'iz kelmabsan. Har biri necha erga tan 4 yigitni boshlab kelibsan. Biz g'iniga yo'lliq tutqicha u bizning oldimizga o'tib ketibdi, dedi Akbar. Shundoqmi? Taajjublandi Fatih. Akbar g'inining bu yerga kelgicha qilgan hamlisini so'zlab berdi. Manabxon bilan tiyib degan sotqunni men bo'lsam etib tashlaydim, dedi shimoylanib Osman. Odamni o'ltirmak oson, lekin paydo qilmoq tez, dedi g'ini. Ikkisi Xitoylar ichida turib bizga ishlamak bo'lishdi. Agar va'dasiga turishmasa, u vaqtda seni avatarmiz uka, deb kulimsiridi. Xitoylar gumon qilmasin deb ikkisini yalang'och qarag'ayga matab, bo'yinlarga jasus, sotqun deb yozilgan xatni esib qo'ydik, qo'shimcha qildi Yusuf. Milliy xoinlarga rahim shafqat qilmaslik kerak, ammo yo'li kelganda foydalanishga, sinab ko'rishga bo'ladi, dedi Fatih. Nimali bo'lsa, bizning maslahatimiz pishqicha, g'inikam bir chetdan ish bitiribdi, dedi Nurum. 2 qo'limni burnimga tiqib, quruq qo'l kelmay dedim-da, ukalar, dedi G'ini va Rafiqni imo qilib, agar o'ldisiz kelgan bo'lsam, muni ot kalpuk, xo'tak pochig'iga o'xshaydigan nimasi bilan etib tashlaydi ekanda. Yana kulki bo'ldi. Xo'tak pochig'i kalpuklarni qiysaytib kuldi. Sana sovg'a qilsam olamsan? U avtomatni G'iniga tutqazdi. Yo'q, dedi G'ini. Avtomatning u yoq bu yoqini zo'qlanib ko'rgandan keyin, bu narsang o'zingga kutsin. Ma, bo'yningga esib ol, uka. Avtomatni Rafiqqa qaytarib berdi. Yaratmadingmi nima? Ranjigandek bo'ldi Rafiq. U chin ixlosi bilan aziz ko'rgan avtomatini G'iniga sovg'a qilmoq bo'lgan edi. Hargiz undaq dema, uka. Hozirgi vaqtda 20 dan oshiq o'q yeydigan mundaq asl qurol emas. Tutun chiqqidekla qora ko'sa miltiqning o'zi g'animat. O'zingni yo'ldishingdan ayirmay dedim-da. Mayli, o'zing bil G'inika, domsaydi Rafiq. Men, dedi Mavzirni qo'lga ilib G'ini. Muni o'zim ajr qilib topgan qurolim bilan jang qilmoqchiman. Saqalliq tag'am Xo'jiniya sojini do'ray deymina. Dallin gap qilding G'inika, so'zga aralashdi Osman. O'g'il bolaning o'zi so'ygan quroli bo'lish kerak-da. Mana, men pulemyotni yaxshi ko'raman. Etib tursang, chang-chang sayrab tursa, latxaylar soy teshidek do'milab tursa, qurol aslaha, qurollanish, jangga hozirlik ko'rayotgan isyankorlar uchun eng muhim markazlik masala bo'lganlikdan bu haqda ular xili uzun paranglashdi. Hatto talash tortishlarmi bo'ldi. Qurol jabduqni bizga osmondan Ayso payg'ambar, yerdan Xizr payg'ambar yetkazib bermaydi. O'z fikrini aytdi G'ini. Qurol yaroqni o'zimiz topamiz. G'ini degandek hech kim bizga ma ol deb tayyor qurol yaroq tutqizib qo'ymaydi, dedi Fatih.
Qurollanishning ikki yo'li bor. Birinchisi, go'mindonchilarning hisobiga, ya'ni dushmanga hujum qilib, qo'lidagi qurolni tortib olish. Ikkinchidan bo'lsa, pul sarf qilib setib olish. Kimdan? Qayerdan? Aldirish so'radi Yusuf. Ipin topsang ap yunkash, qimorvoz go'mindonchilik ofitserlardan setib olgani bo'ladi. Munu naganni avu qarg'ayga esiqib turgan yaponkini Xitoy luchiklardan setib oldim, dedi Osman. Munu xotek pachig'ini-chu? Bu nima? Buning mo yo'lini topdik-da, G'inika. Kulimsirab javob berdi Rafiq. Eng yaxshisi, g'aynamdak hamla qilsak qurolga ega bo'lmas, dedi Akbar. To'g'risi shu, deyishdi yoshlar. Bizning tayanch kuchimiz u xalq. Hozirgi paytda ichidan por ko'takdak chirg'an va xalq nazaridan qolgan go'mindonchilarga qarshi xalq g'azabi pishib yetdi. Agar biz qurol ko'tarib chiqsak, xalq tayoq to'qmoq, or nayzlar bilan bizga agishib chiqishi shaksiz. Biz bugungacha tashviq targ'ib, xalqni qo'zg'ash, tashkillash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsak, amdiki bosqich qurolliq jangga otlanishdan iborat. Fatih umumiy vaziyat, shahar bilan bog'lanish va qilingan ishlarni ta'kidlab oxirida Nilqi noyasi tavasidagi Uyg'ur, Qozoq, Qalmoq xalqlari orasida xalqni uyushtirish ishlari bilan jiddiy shug'ullanayotgan kishilarimiz bor. Ular bizning signalni kutib turmoqda. Bizning planimiz qo'zg'olonni Nilqidan boshlash, deb tushundirdi. G'ini Rahimjon Sabri bilan munosabat bog'laganligini aytib berdi. Muno, deb nurni ko'rsatdi Fatih. Sizning oldingizda G'uljidan chiqdi. Ozodlik tashkilotida kimlar borligini bilmayman. Faqat Rahimjonni taniyman. Shuning orqali munosabat bog'laymiz. Bir kishiga tegishli kimlar birikkandilar g'alabini ta'min qilgan bo'ladi. Albatta, dedi-da, uning nersiga o'tmadi. Hammalar sirni ochiq oshkora ko'tarib yurish mumkin emas-ku. Zaruriyat tepilgandilar ichki sirlar bilan o'rtoqlashish lozimligini boshqalarmi tushunishga tegishlik. Yozmo bir yerga taqab qoldi. So'g'i tushguncha o'yinni boshlasak yaxshi bo'ladi, dedi yana. Yemishim deydigan fikrini olg'a surib Osman. Ha rost, o'nkirda yetaversak o'zimiznimi, miltiqlarnimi dod besib qoldigan o'xshaydi. Osmanni yoqladi Rafiq. Har narsaning vaqti soati bor. Puxta tayyorlik qilsak, keyin bosh maltoqni tishlab qolmaymiz. Manga qara, G'inika. Shimaylanib o'ttirga tushdi Osman. Fatih Avzikam, mushundoq ig'ir karvon bizga qo'yib bergan bo'lsa, bu chaqcha Nilqin elib G'ulji qarab mangatdiq. Attang, sen baldiroq kelmiding-da. Fatihmo bir narsani o'ylaydigandi. Meningcha bo'lganda aldiraqsonlik qancha ziyonliq bo'lsa, aldirmaslik, miljinglik uningdan yetar ziyonliq. To'mirni qizig'ida so'q deb bekor aytmaganda. G'inining so'zi va oqshom Ulastayda qilgan hamlasi ta'sir qildi. Yemisham Fatihning fikriga yon bosadigan nur o'z fikrini aytdi. Bu qitim G'uljiga kirganimda, deb boshladi u. Ko'plagan yoshlar bilan fikrlashdim. Portlashni taqatsiz kutishmoqda. Yezilardagi xalqlar-chu, ular hiliqi 6 o'g'ri kelsa, chopsonroq kelsikan, bu xo'rliqdan to'ydiq deyishmoqda, dedi Yusuf Aqvash. Qozoq avullarmi shu, sizlarning yo'linglarga qarashliq, qo'shimcha qildi Nuraxun. Bu dalillar vaziyatning pishib yetganligini ko'rsatdi. Shu kuni Fatih bilan G'ini boshliq tog' qaysarlari tuvandagi qarorga kelishdi. Birinchi, Nilqiga hujum qilishdan ilgari Sultanu Vayiz, Yamato'ga o'xshash kichik, kuchi ojiz soqchi bo'limchilariga va Oq qo'y idorasiga bir vaqtda hujum qilib, qurol aslohga ega bo'lish. Ikkinchi, Xitoy mustamlikchilariga qarshi qurolliq qo'zg'olon ko'tarib, vatanni ozod qilish haqida xalqqa qarata murojaat e'lon qilib, keng xalq ommasini safarbarlikka keltirish va xalq himoyasiga ega bo'lish. Uchinchi, ozodlik tashkiloti bilan munosabatni chingitib, birlikda harakat qilish. Shundoq qilib, qurolliq qo'zg'olonning uyushtiruvchisi hisoblangan 6 qaysarga
7 بولۇپ ئابدۇغېنى مەمەت باقى ئوغلى غېنى باتۇر كېلىپ قوشۇلدى. شۇ كۈندىن ئېتىبارەن قوزغىلاڭچىلارنىڭ ھەرىكەت پائالىيىتى جانلىنىشقا، خەلق ھىمايىسىگە ئىگە بولۇشقا باشلىدى.